Assalomu alaykum Den Aroma YouTube kanali obunachilari. Sizlar bilan bugun biz shlefti yuqori bo'lgan top 3 atir haqida gaplashamiz. Foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Demak, biz boshladik. Kelinglar, avval sizlar bilan biz shleft haqida ozroq gaplashamiz. Atirni sepasiz, bitta xonaga kirib chiqib ketasiz yoki yo'lda ketayotganingizda 5-6 metrdan keyin keladigan iforni biz shleft deb ataymiz. Xonada qolib ketadigan iz ham bu shleft sanaladi. Ya'ni atirni o'zidan keyin qoldiradigan izi bu shleft deb ataladi. Bularga misol birinchisi Mark Antonio Barro'dan Ganymede. Ikkinchisi Boadicea Victorius'dan Aqua Sapphire. Uchinchisi Hibiscus Mahajat. Kelinglar bularni birma-bir izohlab beraman. Demak, Ganymede atirimiz. Bu atirimiz zamonaviy, minimalistik va kuchli ifor sanaladi. Bu atirni o'ziga bo'lgan ishonchni yanada kuchliroq his qilishni istaganlar uchun tavsiya etamiz. Keyingi atirimiz Aqua Sapphire. Sof, qimmatbaho, hashamat va energiyaga to'la ifor. O'z nomi bilan qimmatbaho. Bu atirni muhim va nozik uchrashuvlarga sepish tavsiya etiladi. Va nihoyat 3-atirimiz Hibiscus Mahajat. Bu atirimiz qaynoq, shirin, jozibador ifor. Tarkibi tropik gullar, mevalar, yorqin shirinliklarga boy. Bu atirni ko'pchilik, ya'ni diqqat markazida bo'lishni istaganlar tanlashadi. Bu atirlarni siz Den Aromada Stoix hamda shleflarini yuqori holatda qilib tayyorlanganini xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Onlayn buyurtma berish uchun quyidagi raqamlarga bog'laning. Atirlar bo'yicha foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun Den Aroma sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.